Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar. Akalar, videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rasizlar. Bugun Qirg'iziston Bishkekdan olingan toza arashan qo'ylarimizni sizlarga qo'ldan kelganicha ko'rsatib borishga harakat qilamiz akalar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Like bossalaring ko'pchilik ko'rishiga, video tarqalishiga yordam berasizlar akalar. Tozalaridan, zo'rlaridan, yarichkalaridan keyin qoni toza qo'ya olaman degan akalarimiz telefon qilaverasizlar. Bugun hafta kuniga yakshanba 19-oktyabr 2025-yil. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizning qo'ylarni, arashan qo'ylarimizni sizlarga qo'ldan kelganicha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Inshaalloh zo'rlaridan, go'zallaridan yetib kelgan. Birinchi partiyamizga 3 dona qo'zidan, birinchi bolasini o'zim olib ko'paytirib yuraman degan akalarimizga zo'ridan, go'zalidan yetib kelgan. Buni qaranglar, yuzlari, garbonoz, quloqlari, razrezlari tikka, cho'ni ham. Mashalloh, dumbalarini qaranglar buni. Hamma tomonlama zo'r, xudo xolasa kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Inshaalloh zo'rini qidirib yurgan akalarimizga mana akalar zo'r. Dumbalarini qaranglar, 5 oylik qo'zilar. Mana yuzlari hamma yo'g'i tiniq holatda mana. Yeb ichishlaridan muammo yo'q, garbonoz, quloqlari hamma yo'g'i cho'tki. Mana buni qaranglar. Jonivorlar hammasi zo'r. Inshaalloh telefon qilaverasizlar, shoshilinglar akalar. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, bularning oxirgi narxi akalar taqalgani 3 menga chiqarib yubordi desalaring, hop, oxiri $500 dastlabkasi mutlaqo tekin yetkazib beramiz. Telefon qilaverasizlar akalar, mana quloqlarini qaranglar. Hamma yo'g'i moshni, zo'r narsalar. Ranglari ham brend ranglar. Aloqa chiqaverasizlar. Keyingi partiyalarda olib chiqib ko'rsatamiz. Bundan sal kattaroq sovg'alarimiz bor. O'shalarni olib chiqib ko'rsatib beramiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana hammasi zo'r. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga yirikroqdan so'ragan akalarimizga 4 dona mana akalar yirikroqdan ham olib keldik. Qo'ylarni qaranglar, har bir obunachilarimizga shunaqalardan boqishlik nasib qilsin akalar. Mashalloh. Niyat qilib bitta like bosib qo'ying mana shu qo'ylarga. Xudo xolasa siz u bizni xonadonimizda mingtalab boqishlik nasib qilsin aka. Xudo xolasa zo'rlaridan, go'zallaridan yetib kelgan. Bularda ham ma'lumotlarni sizlarga qo'ldan kelganicha beramiz. Inshaalloh like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar akalar. Bularda yoshiga keladigan bo'lsak akalar, yoshlari 6 oylik qo'zilar. Mana garbonoz, quloqlari hamma tomonlama ideal akalar. Mashalloh, qo'ylarni qaranglar, dumba razrezlari hamma tomonlama idealniy holatda. Mana shunaqa zo'rini olib boqing. Xudo xolasa yaxshi nasl olasiz aka. Ranglari ham brend rangdan, dumba razrezlari hamma tomonlama zo'r. Qo'ylarni qaranglar. Mashalloh, yeb ichishlaridan muammo yo'q. Xudo xolasa onanglar mana maza qilib bolalarini olib ko'paytirib yurasizlar akalar. 6 oylik qo'zilar. Bo'ylari 75+. 75+ qo'zilar. Inshaalloh mana yuzlarini qaranglar. Xudo xolasa tiniq narsalar. Mana jonivorlar. Hammasi standart, bir xil. Buning ichida pasi yo'q. Inshaalloh olib borib bir 2 oycha boqib, bitta yaxshi qo'chqonlaring bo'lsa, olib borib qo'ssalaring, inshaalloh yaxshi bo'la beradi. Qo'ylar hammasi standart. Yoshlari 6 oylik, bo'ylari 75+, ranglari, quloqlari hamma tomonlama zo'r. Qo'yda nuqsoni yo'q. Olib borib shuni baqaverasizlar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, akalar oxirgi taqalgan narxi hammasini bir joyga olaman degan akalarimizga $600 dastlabkasi mutlaqo tekin yetkazib beramiz. 4 toni bir joyga olaman deb telefon qilgan odamga xayri bor, chiroyli qilib o'tadigan joyi bor akalar. Uzunligi, bo'yi hamma yo'g'i zo'r. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Inshaalloh zo'rini boqaman degan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilinglar akalar, mana dumbalari hamma yo'g'i zo'r. Bugunga shu qo'ylarimiz bordi. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lish eslaringdan chiqmasin. Tozasini zo'rini olaman degan akalarimizga. Mana qo'ylarni qaranglar.